Assalomu alaykum qadrli obunachilar, yaxshimisizlar, tuzingmisizlar do'stlar? Mana biz sexda turib lavolarimizga tunikafon ishlarimizni yukladik. Do'stlar, video ostiga bittadan like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bizning qilib yurgan ishlarimizni doimgidek birinchilardan bo'lib ko'rasizlar do'stlar. 0.35 qalalik tunikadan foydalanganmiz. Asakada bag'ringa ketyapti. Bu abekimiz bag'rinda 130 ming so'mdan hamma xarajatni ichida qilib olganmiz va buni ichiga kirmaydigan, biz olmaydigan narsalarimizni aytib o'taman. Uy egasi olib beradi. Lampochkasi bilan kablini olib beradi. Qolgan hamma yo'g'i o'zimizdan bo'ladi do'stlar. Bu abegimiz, bag'rindagi abegimiz 155 kvadratga olganmiz. Go'zal holatda qilib bonuslar qilib berganmiz. Xudo xolasa yakuniga yetkazsak nech pul bonus qilib berganimizni aytib o'taman do'stlar. Agarda tunikafonni o'zini tayyorlab bering deb aytadigan ustakalarimiz bo'ladigan bo'lsa, Asaka Anjan ichi 100 kvadratdan oshiq bo'lsa, dastavkasi ichida qilib beramiz do'stlar. Agar Namanganga bo'ladigan bo'lsa, uni kelishamiz do'stlar. Do'stlar, sizlar bilan xayrlashmaymiz. Sizlar bilan usta G'anisher bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.